الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم Sözlərdən yaxşısı Allah'ın sözü, yollarının en yaxşısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Ulamalardan biri marhamat qilib aytadiki, "Man qassara amaluhu akramahullohu taala bi arba karomat." Qaysi bir kishi orzu havas degan ichidagi kasalini davolasa, dunyoga hirs degan ichidagi shu marazini tarbiyalaydigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishiga 4 ta karomatni in'om qiladi deydi. Orzu havas nima? Insonda hamma narsasini chekib olishi mumkin, lekin insonda orzu havasini chekish qachon tugamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda mana marhamat qilingan, inson hamma narsasidan mahrum bo'lib qolishligi mumkin. Salomatchiligidan, boyligidan, tinchligidan, ko'p narsasidan. Lekin shunday bir narsasi borki, insondan hech qanday narsa hech qachon ajramaydi. Bu hirs va orzu havas deydi. Inson ana tog'da cho'qqisiga chiqsam, shu bilan bo'ladi deb o'ylaydi. Shu bilan orzu havasni oxiri shu deb o'ylaydi. Tog' ustiga chiqqanda tog' ustida nima borligi o'sha yetganda bilinadi. Ana shu joyga chiqqandan keyin undan baland cho'qqa keyin ko'rinadi. Xullas shunday bo'ladida orzu havas ketib ko'rinmaydi. Orzu havasga kamroq berilgan kishiga Alloh taolo 4 ta karomatni in'om qiladi deydi ulamolar. Birinchisi, Alloh taoloning ibodatiga Alloh quvvat beradi. Polvon bo'lib qoladi ibodatga. Chunki 50 ga kirganda ma'no qilaman, 60 ga kirganda ma'no qilaman deb niyat qilayotgan odam 50 ga kirishiga aniq bo'lib qoladi nazarida. 30 ga kirganda namoz o'qiymiz deganmiz bir mahal. Keyin 30 ga yetgandan keyin 40 ga kirganda dedik. Keyin pensiyaga chiqqanda dedik. Avval ishimni qilib olay, uyimni sotib olay, mashina olay, keyin unday qilib olay, kelaveradi bu narsa. Orzu havas cheki yo'q. Agar inson o'lib qolishiga haqida fikr qiladigan bo'lsa, orzu havasga berilmaydigan bo'lsa, Alloh taolo u kishiga mana ibodat qilishida quvvat beradi. Chunki banda hech kunlarda o'lib qolishiga mumkinligini esdan chiqarmasa, dunyoda ancha-muncha kamchiligi borligi yo'qligi unga bilinmay qoladi. Orzu havasini qisqaroq qilgan kishiga beriladigan ikkinchi karomat bu g'amini Alloh taolo ozaytirib qo'yadi. Chunki inson ertaga o'lib qolishligini o'ylasa, kuzga borib bug'doy nechib bo'lar ekan degan g'am ko'p ham uni tashvishga solmaydi. Chunki ertaga o'lib qolsam-chi degan savol doim esida turadigan bo'lsa, bu dunyo g'am tashvishlari uni bezovta qilmaydi. Uchinchisi, orzu havasini qisqaroq qilgan kishiga Alloh taolo Alloh bergan kuniga rozi bo'lib yashashlik degan sifatni berib qo'yadi. Boylik nima deydi? Qanoat deydi. Boylik nima deydi? Alloh bergan kunga rozi bo'ldimi, insonda hayoti zo'r bo'laveradi. Chunki ertaga o'lib qolishini o'ylasa inson, bugun topgan puli ertaga yeya olmasligini o'ylaydigan bo'lsa, berganiga rozi bo'lib yashayveradi. To'rtinchisi, Alloh taolo bu bandani qalbini munavvar qiladi, nurli qiladi. Chunki inson o'limni esdan chiqarmasa, qalbida albatta nur bo'ladi. Eslaylik. Biror kishi vafot etgan bo'lsa, uni ko'tarib qabristonga olib boramiz. Qabristonga olib boramizda chiqayotganimizni bir boshqacha holatda qaytamiz. Kirayotganda boshqa holat, chiqayotganda dunyoda g'am tashvishlari qabrlarda ko'rgan paytimizda, bitta hozir biz tanigan odamni ana shu chuqurga ko'mib chiqqan paytimizda biz ham shuga bir kun tushamiz degan narsa keladida, shayton tashqarida qolib zo'r holatda iymoniy, ruhiy ozuqa bilan chiqamiz. Shunday emasmi? Inson o'limni esdan chiqarmas ekan, inshaalloh toatda polvon bo'ladi. G'amoz bo'ladi. Allohning bergan yo'liga rozi bo'ladi va qalbi nurli bo'ladi. Lekin Alloh taoloning san'atiga qoyil qolishlik kerakki, dunyoda shunday bir chiroyli bezab, chiroyli yaratib qo'yibdiki, hozir qalbimiz ijobiy zaryad olib chiqib turib qabristondan. Yarim soat ko'chada yurganimizdan keyin dunyoning go'zalligidan esimizdan chiqib qoladi mana shu narsa. Alloh taolo orzu havasni qisqaroq qiladigan bandalardan qilsin. Chunki orzu havas avvalgi xalqlarda halok qilgan sifatlardan. Xo'p. Bugungi suhbatimizga kelsak, men o'tgan safar sizlar bilan Qur'ondagi eng katta qissalardan bo'lgan Musa alayhissalomning qissasini boshlagan bo'ldik. Shundaymi? Va yetib kelgan joyimiz Musa alayhissalom
ana shu Madinaga qochib kelgan paytida daraxtning oldida o'tirib ikkita qizni qo'ylarini sug'orib bergandan keyin ularning otasi Shuayb alayhisalom bo'lardi. Shu qo'ylarni sug'orib berganligini mukofotini berish uchun chaqirgan edi. Daraxtning ortasiga o'tirib qilgan duosini bir eslab qo'yamiz. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, seni menga beradigan yaxshiliklaringga men faqirman dedi. Ya'ni menga yaxshilikni bergin, u yaxshilik qanaqa bo'lishini faqat o'zing bilasan. Mana shu narsaga katta bir urg'u berdik. Biz qo'limizni ochib Allohdan bir narsa so'rayotganda atini aytamiz, rangini aytamiz, yilini aytamiz, qayerdaligini aytamiz, biz bilamiz nazarimizda. Lekin bu kishilar bunaqa gapni gapirib o'tirishmagan. Parvardigoro, menga yaxshilikni ber, qanaqa bo'lishligini faqat o'zing bilasan. Va Alloh taolo u kishiga bergan yaxshiligining ko'rinishi payg'ambarga kuyov bo'ldi, 10 yillik yashash turar joyi bilan. Demak, "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu." Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamni hamma muammolarni hal qilishlik Alloh taoloning zimmasida bo'ladi. So'fa Alloh yaratgandek, Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonin g'amini yer. Musa alayhisalom mana aytdik, Shuayb alayhisalomni bilan suhbatlashdi va boshidan o'tgan voqealarni aytib berganda u kishi aytdiki, qo'rqmang, zolim qavmdan qutulibsiz dedi. Falamma ja'ahu al-qassa alayhi al-qasasa qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Shuayb alayhisalom kambag'al edi. Musa alayhisalom kambag'al edi. Musa alayhisalom kambag'al emas, yana yurtidan qochgan quvg'in edi. Quvg'indagi odam edi. Ana shu qizlardan biri aytdiki, "Otajon" dedi, "Bu odamni ishga olmaymizmi?" dedi. Ana shu qizlarini nikohlab berishlikdan burun qizlardan bittasi aytdiki, "Bu ijaraga ishga olmaymizmi shu yigitni? Chunki bu odam ishonchli ekan, quvvatli ekan" dedi. Ishonchliligi notanish bo'lgan ayollarni qo'yini olib borib sug'orib, birortasiga xiyonat qilmasdan olib kelib berganligi ishonchligiga dalil bo'lsa, quvvatliligiga dalil ana shu qo'ylarni sug'oradigan oxirini deylik 3-4 ta kishi ko'taradigan bo'ladi. Musa alayhisalom bitta o'zi ko'tarib jildirgan bo'ladi. Ana shunda aytadiki, "Siz menga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman, evaziga 8 yil ishlab berasiz" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Musa necha yil yashadi u yerda mahriga deganda 10 yil deb payg'ambarimiz marhamat qildi. Oradan mana Shuayb alayhisalomga kuyov bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. 10 yil o'rtada vaqt o'tdi. Misrdagi ishlar ham tinch edi. Misrdan nima qochuvdi? Bitta odamni o'ldirib qo'yganiga sababli. Musa alayhisalomning yuz ko'rinishlari, shakllari ham o'zgardi. Endi o'zini ayolini olib Misrga qaytishlikni qasd qildi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin. Falamma qada Musa al-ajal va sara bi ahlihi. Ya'ni ana shu ittifoq qilingan muddat tugagandan keyin Musa o'zini oilasini olib Misrga qaytdi. Musa alayhisalomning ayoli shu paytda homilador bo'ladi. Toha surasida Alloh marhamat qiladi. Astagfirullah. Va hal ataka hadithu Musa iz ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha. Ana shu Madiyandan Misrga qarab kelayotgan paytda yo'lda ular adashib qolishdi. Sovuq edi, tun edi. Musa alayhisalom o't yoqishlikka harakat qildi, lekin o't yoqishlikka biror bir asbobi yo'q edi, yoqadigan narsani o'zi yo'q edi. Mana shunday bir adashib turgan paytda uzoqdan bir yorug'likni belgisi ko'rindi, yorug'likning nuri ko'rindi. Musa alayhisalom ayoliga aytdi, "Sizlar shu yerda turib turinglar, ana shu joydan o't olib kelaman. Shoyat shu bilan ozgina isin vosinglar." Endi ana shu yorug'likka yaqinlashgan paytida ajib manzarani guvohi bo'ldi. Qur'onda zikr qilingan eng ajib manzaralardan bittasi. Bu o'tmas edi. Bu yorug'lik tarqatib turgan daraxt edi. Ana shu daraxt oldiga borganda Robboniy nido boshlandi. Bu ana shu Tuvo vodiysida bo'lgan bu hodisaga hech narsa barobar kelmaydi. Chunki Alloh taolo tomonidan bandasiga farishta vositasiz to'g'ridan to'g'ri xitob boshlandi. Yer yuzida bo'lgan bu ishlarning o'rtasida
Musa alayhissalom bilan Alloh taoloning o'rtasida bo'lgan bu xitobga hech narsa barobar kela olmaydi. Faqat bundan ustun bo'lgan bitta voqea bor. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oliy illiyinda Parvardigori bilan suhbatlashganligi. Ya'ni farishtalar Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiyni olib keluvchi farishta bo'lsa, vosita orqali Alloh bilan payg'ambarlar gaplashgan. Lekin Musa alayhissalom to'g'ridan to'g'ri gaplashdi. Subhanalloh. Alloh taologa Musa alayhissalom keyin aytadi, Parvardigor, mana men sen bilan to'g'ridan to'g'ri bevosita gaplashdim. Meni shunday bir mavqega ko'tarding, meni shunday o'zingga yaqin qilding. Endi mendan ko'ra senga yaqinroq banda bormi deb so'raganda, Parvardigor olam javob berib aytdiki, ey Musa, siz bilan gaplashdik, o'rtada 50 mingta farda bor edi. Oxir zamonda Muhammad ismli payg'ambar keladi. Uni ummatlari bilan har kuni 5 marta gaplashaman, o'rtamizda bitta ham farda bo'lmaydi dedi. Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday martabani inom etgan. Bu namoz o'qiyotgan odamlar haqida gapiriladi. Allazina hum an solatihim sahunlar haqida emas, namozlarga beparvo bo'lgan kishilar haqida emas, namozni vaqtida qoyim qilgan kishilar haqida gapirilgan. Bir qancha rivoyatlar bor. Musa alayhissalom lavhda ko'rdim, Parvardigor bir ummat kelar ekan, ularda tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin deganda, u Muhammad ummati deydi. Parvardigor ana shu lavhda ko'rdim, bir ummat bo'lar ekan, ularda namozi masjidda ham bo'lar ekan, uyda ham, ko'chada ham bo'lar ekan. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda, u Muhammad ummatidir ekan. Parvardigor bir ummat bor ekan, gunoh qilsa bitta gunoh yozasan ekan. Savob qilaman deb niyat qilib qilolmasa bitta yozasan ekan savobini. Lekin qilolmasa bitta yozasan ekan, qilsa 10 tadan 700 tagacha yozasan ekan. Ana shu ummat meni fazilatim, meni ummatim ana shu fazilatga ega bo'lsin deganda, bu Muhammad ummatidir ekan. Shuni aytar ekan, Parvardigor meni payg'ambar qilguchi Muhammadga ummat qilsang bo'lmasmidi der ekan. Shunda Alloh aytadi, ey Musa, xuz ma ataytuka biquwwa va kun minash shakirin. Parvardigor aytadi, ey Musa, siz men bergan payg'ambarlikni olingda shukr qiluvchilardan bo'ling dedi. Indamay yashavering dedi. Ya'ni payg'ambarlar siz bilan bizga berilgan mavqeda Alloh taolodan so'rashgan ekan. Bir qancha fazilatlari bor. Endi vaqtda e'lon qilishlik uchun ba'zilarini aytib o'tgan bo'ldim. Demak, Musa alayhissalom Alloh taolo bilan bevosita eshitdi Alloh taoloning ovozini. Falamma ataha nudiya ya Musa innani ana robbuk fahlana alayk innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ovozini eshitdi Alloh taoloda. Ey Musa, albatta men sizni Robbingizman. Oyog'ingizdagi kiyimingizni yeching. Siz muqaddas Tuvo vodiysidasiz. Tuvo vodiysidagi Tur tog'ida bo'ldi bu xitob. Va ana xtartuka fastami' lima yuha. Ey Musa, men sizni butun insonlar o'rtasidan tanlab oldim. Sizga vahiy qilinadigan narsaga quloq tuting. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Albatta men yagona bo'lgan Allohman. Bas menga ibodat qiling, namozni meni zikrim uchun qoyim qiling. Va aqimis solata li zikri. Namozni qoyim qiling meni zikrim uchun. Nima deb tushunamiz bu oyatni? Namozni o'qib qo'ying demayapti. Aqim qoyim qil deydi. Orqasidan kelyapti. Nima uchun? Meni zikrim uchun deydi. Bu degani birodarlar, namoz o'qigan odam Allohning zikridan hargiz g'ofil bo'lmasligi kerak. Bu 5 mahal masjidga kirib yotib turib qo'yishlik bu qoyim qilishlik emas. Bu o'qib qo'yish bu. Qoyim qilishlik nima? Peshin bilan asrda o'rtasida gunoh qilmaslik degani emasmi? Asr bilan shomda o'rtasida gunoh qilishdan tiyilishlik emasmi? U namoz degani faqat masjidda yoki joy namozida bo'lmaydi. Hayotda inson Allohning zikridan g'ofil bo'lmayotganligi namozda haqiqiy qoyim qilayotganining dalili bo'ladi. Masjidga namoz o'qib chiqib bemalol qing'irishimizni qilayotgan bo'lsak, kechirib qo'yasizlar, bu namozni qoyim qilishga kirmaydi. Alloh taolo sollu demagan, namozni o'qinglar demagan, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Namozni oldidan, ketidan nima talab qilinsa, namozni burun ham qilinglar uni, namozni ichida ham, namozdan keyin ham talabotlarini ijobat qilinglar deydi. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatabla. Boshqa oyatda falamma ataha nudiya min shati'il wadiyil ayman fil buqatil mubaraka min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allohu rabbul alamin.
Alloh taolo o'zini tanitdi. Bu sehr emas edi, bu jin emas edi, bu aqldan ozishlik emas edi. Shuning uchun aytilyapti, oliy illiyinda Muhammad alayhisalom bilan Alloh o'rtasida bo'lgan suhbatdan boshqa hech narsa bunga barobar kela olmaydi. Alloh taolo Musa alayhisalomdan so'radi: "Va ma tilka bi yaminika ya Musa?" Ey Musa, ona qo'lingizdagi narsa nima dedi? Alloh taolo biluvchi zot. Qala hiya asoya atawakkau alayha va ahushu biha ala ghanami va liya fiha ma'arib ukhra. Parvardigor bu meni asoyim dedi, hassam dedi. Bu bilan bunga tayanib yuraman dedi, qo'yma haydayman dedi. Boshqa yana qiladigan ishlari ham bor bu hassama dedi. Alloh taolo aytdi: "Qala alqiha ya Musa." Yerga tashlanchi uni dedi. Hassan yerga tashladi. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Ulkan katta ilonga aylandi va harakatlana boshladi. Va an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil va la takhaf innaka minal aminin. Hassani yerga tashlagan paytda juda katta ilonga aylandi va juda tezlik bilan jin harakat qilgandek tez harakat qildi. Musa alayhisalom qo'rqqanidan orqasiga qarab qochib qoldi. Shunda Alloh taolay aytdi: "Ey Musa, ortingizga qayting. Qo'rqmang, siz omondagi kishilardansiz" dedi. Qaytib kelib, ilonni dumidan ushlaganda yana asl tayoqli holatiga qaytdi. Qala khudha va la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Asl holatiga, birinchi holatiga qaytarib beramiz dedi. Wazmum yadaka ila janahik takhruj bayda'a min ghayri su ayatan ukhra. Endi qo'lingizni qo'yningizga soling dedi. Solib chiqaruvdi, xuddi quyoshdaqa yorug'lik chiqaradigan nurli bo'lib chiqdi qo'li. U kasal emas edi, bu maraz emas edi, bu mo'jiza edi. Bu ikkinchi mo'jiza sizga dedi. Nima uchun? Payg'ambarlarda payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizasi kerak bo'lgan. Shu mo'jizani borib Fir'avnga ko'rsatishga Alloh taolo quvvatlashlik uchun berdi. Boshqa oyatda mana Qasas surasida mana shu oyatlar takrorlanadi. Musa alayhisalom aytdik duduq bo'lgan. Musa alayhisalomda tili tutilib qoladigan bo'lgan. Lekin bu kasal u kishini payg'ambar bo'lishidan to'smadi deb aytdik. Shunda payg'ambarlik vazifasi u kishiga yuklatilganligini bilgandan keyin bo'pti deb ketavermasdan o'zidagi kamchilikni Robbisiga nima qilyapti? Shikoyat qilyapti. Qala robbi shrahli sadri va yassirli amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Parvardigora, ko'ksimni o'zing ochgin. Ishimni oson qilgin. Tilimdan ana shu baylanishlikni olgin. Toki ular meni so'zimni nima qilsin? Tushunsin. Subhanalloh, mana shu duosidan keyin Musa alayhisalom Allohga da'vat qilsa odamlarda tili tutilmas edi. Odamlarga oddiy gapni gapirayotganda tili tutilib qolardi. Ya'ni bir inson maktabda umuman bir narsani o'qiyotmagan bo'lishi mumkin, lekin Qur'onga kirishganda zehni ochilib ketishi mumkin. Alloh taolo bergan in'omi bo'ladi. Men kallam olmasida olam, endi buni bergan nima bo'lardim deb hech kim o'zini qo'lini pastga tushirmasligi kerak bo'ladi. Qadam bilasiz Alloh taolo ochib qo'yar o'sha 25 ga kirganingiz yoki 45 ga kirganingizda. Ustozlardan berganda bir oqsoqol ana shu qo'qonlik kishilardan bo'lgan ekan, 60 ga kirib pensiya chiqqanda Mo'g'ulistonning qo'liga olgan ekan. 10 yilda olim bo'lgan ekan. 70 ga kirdimi? 80 ga kirib vafot etgan ekan, qolgan 10 yil umrida ilm o'rgatgan ekan odamlarga. Bizdan birinchi qadam bo'ladi Alloh tomonga. Ini Alloh beradi. Ha, yodlash kerak Qur'onni. Ha, o'qish kerak, ha, tashlash kerak ma'noni deb yuravering. Siz uchun birov kelib Qur'onni yodlab qo'ymaydi. Xom xayollarga borib bo'lmaydi. Bizdan birinchi qadam har kuni bomdoddan keyin yarim soat uyquni harom qilaylik-da. 1 yilda Qur'onni o'qishni o'rganamiz, eng kallasi olmaydigan odamimiz ham. Faqat g'am bo'lishi kerak. Allohni rozi qilaman degan bir tashvish bo'lishi kerak qalbimizda. Oysha onamiz aytadi, mana shafaat xususida. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Payg'ambarlar Alloh taoloning yer yuzidagi son sanoqsiz bandalar ichidan tanlab olgan xos bandalari. Payg'ambarning kim bo'lishligini faqat Alloh taolo tanlaydi.
Lekin Musa alayhisalomning duosi bilan oddiy bir Harun degan yigit payg'ambar bo'ldi. Shafoatni eng kattasini dedi Oshamiz Musa alayhisalom qildi. Oddiy bir kishini payg'ambarlar silsilasiga qo'shilishiga sabab bo'ldi bu duosi deydi. Akasiga boylik talab berishi mumkin edi. Akasini podsho bo'lishini so'rashi mumkin edi. Akasiga salomatchilik so'rab berishi mumkin edi, lekin bu narsa birodarlar qolib ketadigan narsalar emasmidi? Farzandlarimizga so'rayotganda rizqiga, kasb-koriga barakayla so'ravermasdan, birodarlar iymon ham so'raylik. Firdavs so'raylik, jannat so'raylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonida turishini so'raylik. Duolarimizga qaraylik, nimani so'raymiz? Mendan keyin qiylanmasin deb turib, dunyo matosini zo'r qilib beryapmiz. Qo'limizdan kelganicha. Shuni deb o'lib ketyapmiz. Mashina qilib beray, uy qilib beray. Sizdan keyin Alloh biladi. Bitta o't olib turib, hammadan ayrilib vayron bo'lib qolishi mumkin. Bitta o'g'ri olib, bir tiysiz gadoy bo'lib qolishi mumkin. Lekin siz unga iymon, ilm, taqvoda Allohdan so'rab bergan bo'lsangiz, bu narsani birov tortib ololmaydi-yu. Qaraylik-da, nimalarni so'rayapmiz farzandlarimizga. Tinchlik, tansiqlik, xotirjamlik, kasb-korimizga bersin. Allohu akbar. Shu topganimiz nimaga buyursin? Oshmayapti o'shandan. 20 yil to'plab bir kunda sarf qilyapmiz, yana ertasi kuni qattiq suvga chilab o'tiribmiz. Allohdan nimani so'rashni ham bilaylik. Payg'ambarlar nimani so'rayapti? Parvardigor menga nima yaxshi bo'lsa, shuni ber deyapti. Kasallik yaxshi bo'lsa, kasallikni beryapti. Boylik yaxshi bo'lsa, boylikni beryapti. Nimani so'rashni ham o'rganaylik Allohdan. Demak, Musa alayhisalomning shafoati bilan Harun alayhisalom bo'ldi, payg'ambar bo'ldi. Alloh taolodan so'radi Musa alayhisalom, Parvardigor, qala robbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Parvardigor, men Firavnning oldiga borsam, men ulardan bitta odamni o'ldirib qo'yganman. Meni o'ldirib olishidan qo'rqaman dedi. Va hi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma yaridan yusaddiquni va inni akhafu an yukazzibun. Va akam Harunni men bilan birga yuborgin. U mendan ko'ra so'zga ustaroq va meni tasdiqlasin. Meni yolg'on chiqib qo'yishidan qo'rqaman ulardan. Qala sanashuddu adudaka bi akhika va naj'alu lakum sultanan fala yasiluna ilaykum bi ayatina antum wa man ittabakum al-ghalibun. Sizni umurtqangizni, sizni belingizni akangiz bilan quvvatlaymiz. Va sizni ustingizda biz o'zimiz kuzatib turamiz, sizga hargiz ular yomonlik yetkaza olmaydi. Mana shu Robboniy nidodan keyin Musa alayhisalom payg'ambar bo'ldi. Ikkita mo'jizani oldi, Misrga qarab keldi. Onasini topdi, aka-ukalari bilan ko'rishdi va akasi Harunni olib Fir'avnning saroyiga bordi. Saroyga odatda oddiy odamlarni kirgizmasdi. Endi bu Bani Isroildan, bular qullar, bular past tabaqa. Bularni yana kirgizmasdi. Lekin ular biz elchimiz deyishdi. Odatda elchilar podsholardan kelganligi uchun elchi degan nom bilan Fir'avnning oldiga Musa va Harun alayhisalomni kirgizdi. Qala kalla fadhhaba fa'tiya bi ayatina fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul robbil alamin. Fir'avnga borib biz Robbil alaminni payg'ambarlarimiz deb aytinglar dedi. Maqsad bu Fir'avn yoki Misrliklar emas edi. Maqsad Banu Isroil edi. Mana aytdik, Banu Isroilda erkaklarni so'yib, ayollaridan xohlagancha foydalanishardi. Misrdagi yashayotgan yahudiylar Banu Isroil hammasi qul hisobida edi. Alloh taolodan mana shunday xorlikdan chiqarishlikka Musa alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Fir'avn tanidi Musa alayhisalomni va aytdiki: "An arsil ma'ana bani Isroil, qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrik sinin va fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin." Sen biz Allohning payg'ambarimiz, Banu Isroilni qo'yib yubor, ularni azoblama, biz ularni olib chiqib ketamiz deb ikkala payg'ambar kelganda Fir'avn uni tanib, "Ey sen Musomisan? Seni biz o'zimiz boqib katta qilmadikmi? Go'daylik paytingdan. Va Misrlik bitta odamni o'ldirib, kofir bo'lgan holda qochib ketmadingmi?" Musa alayhisalom javob berdi: "Qala fa'altuha idan va ayna minad dolin." Men qildim shu ishni to'g'ri, lekin men adashganlardan edim. Noto'g'ri qildim bu ishni dedi. Va sizlardan meni o'ldirib qo'yishidan qo'rqib qochdim va Parvardigorim menga hikmatni berdi va payg'ambarlardan qildi.
senga bergan ne'matimni minnat qildi Firavn. Seni boqib katta qiluvdi-ku, senga yaxshilik qiluvdi-ku deganda aytdiki, seni minnat qilayotgan yaxshiliging meni Banu Isroil qavmimni qul qilib olganligingmi dedi. Shuni menga qilgan, bitta meni boqib katta qilib qo'ygan bo'lsang, qolgan butun Banu Isroilni qul qilib olding, shuni qilgan yaxshiliging? Tamomiy quvvat bilan mana shu gapni gapirganda Firavn sen aytayotgan Robbing kim dedi. Musa alayhisalom javob berdi. Faqat Firavnga emas, butun ana shu qasrda turganlarga qarab, "Qala robbus samawati val ardi va ma baynahuma in kuntum muqinin." Qala liman hawlahu ala tastami'un? Qala robbukum va robbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila alaykum lamajnun ilaykum lamajnun. Qala robbul mashriqi val maghribi va ma baynahuma in kuntum ta'qilun. Ana shu qasrda turganlarga qarab, osmonlar va yerning Robbisi bo'lgan Allohni elchimiz, agar sizlar ishonsanglar. Atrofida turganlarga qarab Firavn aytdiki, bu sizlarni ustinglarga payg'ambar qilib yuborilgan bu odam ahmoq dedi. Jinni dedi. Shunda Musa alayhisalom Firavn javob bera olmaydigan narsani aytdi. Mag'ribda ham, mashriqda ham Robbisi dedi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom qissasida Namrud bilan bahs bo'lganda, kim seni Robbing dedi? Tiriltiradi, o'ldiradi meni Robbim dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikkita mahbuslar keldi, "Meni o'ldiringlar" dedi. "Manoni qo'yib yuboringlar" dedi. "Ana men ham tiriltirib o'ldiraman" dedi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom aytgan o'ldirish tiriltirishi boshqa narsa edi. Namrud aytayotgan boshqa. Ba'zi bir odamga hujjat dalil keltirishida hojati bo'lmas ekan. O'zini og'zini shuni yopib qo'yishi kerak, chunki u bir narsani haqda o'rganishni xohlamayapti. Faqat munozara bahsni xohlayapti. Ibrohim alayhisalom nima dedi? Alloh quyoshni mashriqdan chiqarib mag'ribga botkizadi. Qani sen shuni teskarisini qilishingchi dedi. Bu yerdan o'tib javob bo'lyapti. Meni Robbim mag'ribda ham, mashriqda ham Robbisi dedi. Seni qo'lingdanmi shu narsa dedi. Endi o'rtada ketayotgan munozara jiddiy tus oldi. Qala la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin. Ey Musa, agar sen mendan boshqani xudo deydigan bo'lsang, mendan boshqaga iloh deb sig'inadigan bo'lsang, seni qamab qo'yaman dedi. Firavn tutgan yo'li haddidan oshgan zolim, tug'yonga ketgan amaldorlarning, hokimlarning yo'li. Haq gapirilganda har xil tuhmat, har xil nomlardan nomlanishligi. Ya'ni eskidan bo'lib kelayotgan narsa bu. Musa alayhisalom unga o'zini payg'ambarligini tasdiqlaydigan mo'jizasi borligini aytdi. Qala avvalo ji'tuka bi shay'in mubin, qala fa'ti bihi in kunta minas sodiqin. Agar men ochiq mo'jiza bilan kelgan bo'lsam-chi, shunda ham ishamaysanmi dedi. Firavn aytdi, "Qani ko'rsatchi uni" dedi. Demak, o'rta holat mo'jizani talab qilardi. Musa alayhisalom ana shu saroyda turganlar oldida asoyini tashladi yerga. Aso juda katta ilonga aylandi va qattiq harakat qildi. Dumidan ushladi, tayyorli holiga qaytdi. Qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshda yorug'lik tarqatdi. Mana mo'jiza dedi. Firavn va saroyda turgan hammasi dahshatga tushdi bu manzaradan. Lekin Firavn atrofidagilar bundan ta'sirlanib ketmasligi uchun javob berdi darhol. Qala ajitana la tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa. Ey Musa, sen nima bu sehring bilan, bu hunaring bilan Banu Isroilni olib chiqib ketmoqchimisan? Ya'ni har bitta payg'ambarga birodarlar, o'zini zamonasida yashayotgan odamlar hayotda qaysi sohasida taraqqiy topib rivojlangan bo'lsa, shu sohada Alloh taolo mo'jizani bergan. Muhammad rasululloh vasallam davrida arablar she'r yozishni ustib ketgan edi. Qur'on ularga mana shu she'r uslubda javob berdi. Musa alayhisalom davrida sehr qattiq rivojlangan edi. Alloh taolo sehrni yopa degan mo'jizani berdi. Iso alayhisalom davrida tabobat rivojlangan edi, meditsina. Alloh taolo shunday mo'jizani berdiki, tez maholatda davoladi. Tug'ma ko'r bo'lgan odamlarning ko'zini ochdi. Hatto 4 ta holatda o'likni tiriltirib berdi. Ya'ni bu hunar, ilm emas, bu mo'jiza ekanligini tushunishlik uchun odamlar. Musa alayhisalom davriga kelganda esa sehr rivojlangan edi. Shuning uchun Firavn aytayaptiki, "Bu sehrmi? Biz ham qila olamiz bu sehrni" dedi. Senga xuddi sen keltirgan sehrni keltiramiz, ki bahslashamiz dedi. Ya'ni bir kunni belgilagin ey Musa, men ham sehrgarlarimni seni ro'paringga qo'yaman, ular ham seni sehrini yo'q tashlaydigan sehrni qilishadi dedi.
Musa alayhisalom ularga aytdi: "Qala maw'idukum yawmuz zina va an yuhshara an-nasu suda. Duha fatawalla fir'aunu fajama kaydahu thumma ata." Sizlarga beriladigan muhlat ana shu Eid bayram kuni deyilyapti, zuho vaqtida, shoshgoh vaqtida uchrashamiz dedi. Kun belgilandi. Sehrgarlar bilan Musa alayhisalomda bahslashadigan vaqti aniq bo'ldi. Qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allohi kadiba fayushitakum bi'azab wa qad khaba man iftara. Musa alayhisalom ularni ogohlantirib aytdiki: "Ey, haddinglarni oshmanglar, Allohga tug'yonga ketmanglar, Allohning balosi, azobi keladi ustinglarga" dedi. Fir'avnni yoshligidan tanlab olib, sehrga katta bo'lgan 40 ta sehrgari bor edi. Ya'ni 40 ta kishini ana shu bir qobiliyati bor, iqtidori bor 40 ta yosh yigitni olib, sehrgarlarga berib, sehr ilmini o'rgatgan bo'ladi. Majbur qilib o'rgatgan bo'ladi. Yoshligida ham sehrgar edilar. Mana shu Musa alayhisolamning holatida ham sehrgar edi. Fatanaza'u amrahum baynahum wa sarrun najwa. Sehrgarlar 40 ta sehrgar ular Musa alayhisalom bilan uchrashib, u bilan olishligini xabarini topgandan keyin o'zaro na Fir'avnga, na boshqalarga eshittirmasdan pichirlarni gaplashdiki, asarrun najwa. Agar bu Musa rost payg'ambar bo'lib qolsa-chi, unda nima qilamiz? Unda avvalgi qavmlarga yetgan musibat bizga ham yetib qolmasmikin? Lekin mukofotda katta va'da qildi Fir'avn. Aytishdiki: "Qalu li fir'auna inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Agar biz Musoni yengib bersak, Musoni mag'lub qilsak, bizga bir mukofot bo'ladimi deb so'rashdi. Fir'avn aytdi: "Qala na'am innakum idan la minal muqarrabin." Albatta sizlarga katta mukofot bor. Yana sizlar meni muqarrab kishilarimdan, meni xos kishilarimdan bo'lasizlar. Ya'ni faqat meni xuddi o'zimni farzandlarimdek, meni oilamdek bo'lasizlar men uchun dedi. Bu katta narsa edi. Dunyo matosi bilan o'lchaganda bu bahodi, bu qimmat baho edi. Qo'lida pul bo'lmasligi mumkin, lekin Fir'avnda yaqin odami bo'lgandan keyin ko'chada xohlagan ishini qilib ketishi mumkin. Birovni pashasini pishlamas edi. Va'da qilingan mukofot kattaligidan sehrgarlar ta'maga kirishdi. Qala lahum Musa waylakum la taftaru alallohi kadiba. Ey, haddinglardan oshmanglar, Allohning azobi keladi sizlarga dedi. Qalu inna hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-mufla fajmi'u kaydakum thumma atu saffa. Odamlar yig'ildi. 40 ta sehrgar bir tomonda, Musa va Harun bir tomonda, Misrliklar bu tomonda, Fir'avn bu tomonda. Mana haqiqat zohir bo'ladigan holatga yetib kelindi. Va qad aflaha al-yawma man ista'ala. Kim bugun yutsa, shu oliy bo'ladi deydi sehrgarlar. Aytishdiki: "Ey Musa, sen tashlaysanmi sehringni o'rtaga, qo'lingdagi narsani, yoki biz tashlaylikmi?" dedi. Musa alayhisalom aytdi: "Qala bal alqu fa idha hidaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a." Sehrgarlar qo'lidagi asolarini, iplarini, nimasi bo'lsa sehr qiladigan o'rtaga tashashdi. Katta sehrni o'rtaga tashashdi. Hamma insonlarning ko'ziga ana shu asolar ilonga, chayonga, boshqa narsalarga o'xshab ko'rinib, hammani qo'rqitishi. Hatto Musa alayhisalom bu sehrdan ta'sirlandi, qo'rqdi. Sehr nima? Sehr bu insonlarning ko'zini bog'lashlik. Bir inson piyalani ko'rsatib turib, sehrgar yo'q qilib bergan bo'lsa, u piyala yo'q bo'lgani yo'q. Sizning ko'zingiz shunday bog'landiki, jinlarning vositasida. Siz ko'rmayapsiz uni. Sehr jismga ta'sir o'tkaza olmaydi. Bor narsani yo'q qila olmaydi, yo'q narsani bor qila olmaydi. Bu Alloh azza va jallaning ilmi bu. Faqat insonlarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Yerga tashlangan narsalar hassa, tayoq, ilonligicha turibdi, ipligicha. Lekin odamlarning ko'ziga sehrning qattiqligidan ilon yo'q. Hatto Musa alayhisalom qo'rqib ketdi bu ko'rinishdan. Ya'ni ko'ryapmiz televizorda ko'rsatgan sehrgarlarni, keyin orqasidan uni aybini ochyapti. Nima qaran qilib biz ko'zimizni bog'laganligi. Shunday emasmi? Sehr insonning ko'zini bog'lashlik. Sehr o'zi qayerdan kelgan? Alloh taolo ikkita farishtani Bobil shahriga tushirgan. Harut va Marut degan farishtani. Odamlarga sehrni o'rgatgan. Nimani o'rgatganda Alloh taolo? Erda xotinni bir-biriga isitib sovutishni o'rgangan. Bitta odamni yaxshi ko'rib, bitta odamni yomon ko'rib, sovutishni o'rgatgan. Lekin Alloh aytadi, Allohning iznisiz ular hech kimga foyda ham, ziyon ham keltira olmaydi.
Ha, Alloh sehrni o'zi tushirgan bo'lsa, nimaga azoblaydi? Shirk, odam o'ldirishlik, undan keyin sehr turadi. Bu kechirilmaydigan gunohlardan. Sehrgarga borib ishongan bo'lsa, kohinga, munajjimga borib ishongan bo'lsa, Muhammadga tushgan narsaga kofir bo'lib bu kishi degan payg'ambarimiz. Goroskop bormi? Mana shu munajjimni tasdiqlashlik bo'la shunga ishonishlik. Ko'chada o'tiradiganlar bormi? Qo'lini ochib qo'yadi. Tosh terib yoki karta ushab. Ana shu kohinga tasdiqlashlik bo'ladi. Kofir bo'ladi inson agar bilib turib qiladigan bo'lsa bu narsani. Sehr qattiqligidan Musa alayhisalom o'zi ham qo'rqib ketib o'rinda. Ana shu ikkita farishta sehrni o'rgatayotib aytgan, "Ey, biz fitnamiz. Allohga kofir bo'lasan." deganda ham o'rganishi bo'lgan. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa alayhisalom qo'rqib ketdi o'zi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, qo'rqmang. Siz ulardan oliysiz. Qo'lingizdagi narsani tashlang" dedi. Qo'lidagi asoni tashlaganda ilonga aylandi. Bu sehr emas edi bu. Sehrgarlar ko'rib turishdi o'zini hassasini, qamchisini, ipini turganligini. Lekin Musa alayhisalom tashlagan narsa rostakam ilonga aylandida, ularni qilgan ishlarini bir chegadan yutishni boshladi. Talqafu ma sanau fi yaminka talqafu ma sanau. Ular qilgan narsani yutib tashlaydi dedi Alloh taolo. Bitta qo'ymay yutib tashladi. Sehrgarlar Musoning ishi sehr emasligini ko'rdida, fa ulqiya saharatu sujjada. Sajda qilgan holda yiqildi ular. Yiqitildi ular. Ular o'zlari ixtiyor bilan Alloh taolo ularni yiqitib tashladi. Toki Fir'avnni ishongan odamlar iymon keltirishligi Fir'avnni sinishligini belgisi edi. 40 ta sehrgar ertaman kofir edi. Zuho namoziga kelganda mu'min bo'ldi. Kechki payt jannatda bo'ldilar. 40 sehrgar birdaniga sajda qilishligi Fir'avnni mavqeini bir pulga chiqarib tashar edi. فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Sajda qilishdi va Robbil alaminga iymon keltirdik. Musa va Harunning Robbisiga dedi. Firavn bu yerda yutkizib qo'ydi. Lekin darhol javob berdi. Atrofidagilar ta'sirlanib ketmasin. Kim edi bular? Agar yengib bersak, bizga mukofot bormi deb katta mukofotni umidida sehrni o'rtaga tashlagan kishilar emasmi ular? Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Sizlar hali mendan ruxsat olmasdan turib iymon keltirib orasizlarmi unga hali? Ya'ni bu zolimni, tog'iyni tutgan yo'lini ko'ringki, iymon keltirishiga uni ruxsati bilan bo'lishi kerak. Bu ruxsat so'raydigan, maslahat qilinadigan narsa emas bu. Bu haq bilan botil zohir bo'ldi. Kishining iymoni bir yo'qli bo'ladigan holat turibdi. Men dadamdan so'rab kelay, aroq ichmay qo'raymikin, deyilmaydi. Men maslahat qilib kelaychi, namoz o'qiymikin deb bunaqa gap ketmaydi. Bu aqida masalasida taqlid bo'lmaydi hech kimga. Hech kimdan ruxsat so'ralmaydi. Alloh harom dedimi, yig'ishtiriladi. Alloh taolo buyurdimi, qilinadi. Qanday qilib men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlar? Alloh taolo ularni yiqitdi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Sizlar men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi? Aytdiki atrofdagilarga bu dedi, bu sehrgarlarning kattasi ekan bu dedi. Mashi ekan sizlarga sehr o'rgatgan dedi. Sizlar maslahat qilyapsizlar dedi. Maslahat qilyapsizlar bir-biringlar bilan mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib olishlik uchun dedi. Bu vasoilul e'lam, ommaviy axborot vositalari. Ya'ni odamlarda ongiga ta'sir qilishlik. Ha bitta odamda hadab yomon doğursa miyazi singib ketadi. Ha otangiz aytdi, "Mana shu odam yaxshi odam emas, shu odamdan uzoq yur" deb qo'ydi. Miyazi shu narsa qoqilib qoldi. Ehtimol yaxshi odamdir, faqat otangiz yomon ko'rgani uchun yomon degan bo'lsa kerak. Lekin sizga yomon deb qo'yildi-da, o'tib ketdi sizga yomon deb qo'ygan odam. Lekin sizning miyangizda joylashib qoldi-da, o'z odam siz uchun nima? Doim yomon. Ha gaplashib ko'ring-chi u bilan. Yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, mo'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qiladi, yomonlik qilsa, yomonlik qiladi. Ya'ni hamma to'g'ri desa to'g'ri deydi, ko'pchilik nima desa nima deymiz? Unaqa bo'lmaydi mo'min. Ko'pchilik nimasi biz ham o'sha deydi. Mustaqil fikri bo'ladi uni.
Kallasi bo'ladi, mol bo'lmaydi mo'min. Kim nima desa ergashib ketavermaydi. Ha, shunaqa ekanmi? Ha, shunchadan beri yaxshi odam deb yurgan ekanmiz buni. Firavn aytdiki, bular sizlar kattalar ekan dedi. Sizlarni bilan maslahat qilsizlar bu narsani. Inna hada la makru makatumuhu fil madinati litukhrijuu minha ahlaha fa sawfa ta'lamun. Sizlar bu shahar ahlini shahardan chiqarib olishlik uchun maslahat qilsizlar. Hali men ko'rsataman sizlarga dedi. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin va la usallibannakum fi juzu'in nahlati va la ta'lamunna man ashaddu ayyuna ashaddu azaban va abqa. Hali men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Aksiga, chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. Mana shunday azoblab, sizlarga ana shu xurmo daraxtlarga kelib azob beraman. Hali ko'rasizlar, kimning azobi qattiq bo'ladi dedi. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Nima qilsang qilaverdi işte. Bizga Parvardigorimizdan hujjat keldi. Allohga iymon keltirdik, qilgan gunohlarimizni kechirishlik uchun. Sehrni sen bizga majburlab o'rgatganding deyildi. Mana ularni kechki paytga borib hammasini o'ldirib tashladi Firavn. Hammasini o'ldirdi. Endi ichki xulosa qilaylik shu edi. Sahobalardan Xolid ibn Valid mana ulug' sahoba bo'lgan, qo'mondan lashkarboshi bo'lgan. Ana shu Rumga yurish qilgan paytda katta bir qal'ani oldida musulmon qo'shini, mushriklarning qo'shini turganda, mushriklardan bitta ritsari deymiz o'sha mahaldagi. Temir tesadagi yuradiganlardan chiqadi-da, sizlarning ichingizda u paytda urushning odati bo'yicha muboraza deyilgan. Ya'ni ikkita qo'shindan bittadan polvoni chiqadi, o'zini askarini ko'ynini ko'tarish uchun va quvvatini ko'tarish uchun yakka-makka olishadi-da, o'zini polvonlarni ko'rsatishlik kerak bo'lgan. Ana shu mushriklardan bitta polvonni chiqarib aytadiki, ritsari chiqib, sizlarning ichingizda Sayfulloh degani bor ekan deydi. Allohning qilichi. O'sh chiqsin menga deydi. Xolid ibn Valid qo'mondan boradi, chiqadi. Chiqqanda haligi mushrik so'raydi. Seni nimaga Allohning qilichi deyshadi? Nima? Senga osmondan Allohdan qilich tushganmi deydi. Yo'q, dedi Xolid ibn Valid. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni, Xolid, siz Allohning qilichlaridan bir qilichsiz degan, shuning uchun meni Sayfulloh deyshadi dedi. Shunda haligi mushrik aytadiki, Xolid deydi. Sizlarda islomni qabul qilish uchun nima qilishlik kerak deydi. Aytadi 1 2 3 4. Eshitib turib aytadiki, sizlarda musulmonlarda islomga avval kirgan odam bilan keyin kirganda odamning o'rtasida farqi bormi? Ya'ni avval kirganlarning hurmati balandroq, keyin kirganlar pastroqmi deganda, yo'q, aksincha dedi. Yangi kirganlarning hurmati balandroq bo'ladi dedi. Alloh hidoyat qiladi. Nima qilishlik kerak bu? Nima qilishim kerak bu dinga kirish uchun deydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimani aytish kerak deydi. Haligi mushrik kalimani keltiradi. Shu yerda o'zida musulmon tomonga o'tadi. Rivoyatlarda 2 rakat namoz o'qidi yo o'qimadi. Shu kuni shahid bo'lib ketdi. Shu kuni jannatga kirib ketdi. Ertaman kofir edi. Peshinda musulmonni urushgan chiqqan edi, lekin Shomda jannatda bo'ldi. Allohumma jal khayra umurina xavotimaha. Parvardigor umrimizning eng yaxshi qismi oxiri bo'lsin. Chunki bu yurishimiz hech narsa emas. Ketar soatimizda agar kalima bilan keta olmasak, ketar holatimizda ham ibodatda turmaydigan bo'lsak, bu qilgan ibodatlarimiz hech narsa emas. Mo'min odam g'ururlanmasligi kerak. Sehrgarlar kecha kofir edi, ertaman kofir edi. Zuho choshga vaqtida Allohning payg'ambariga dushman edi, lekin Alloh hidoyat qildi, jannatga kirib ketishdi. Agar kimdir dunyoga kelib yutgan bo'lsa, mashular yutdi. Chunki kofir bo'lib yashab turib, umrining oxirgi soati iymon bilan ketdi. Nariga askar yutdi, mushrik askari. Umr bo'yi musulmonni o'ldiraman deb chiqib turib, Alloh hidoyatni berdi. Alloh taolo hammamiz umrimizni xotimasini yaxshi qilsin. Allohumma jal khayra umurina xavotimaha. Mana shu duoni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.